Doktor, bolamni umuman ishtahasi yo'q. Faqat shirinliklar yeydi, ovqatlarni umuman yaxshi ko'rib iste'mol qilmaydi. Shunga ishtahasini ochib berish uchun qanaqandir dori yozib bera olasizmi? Bolangizga shokolad tavsiya qilsangiz yoki bo'lmasam soklarni beradigan bo'lsangiz, shirinliklarni bersangiz yoki uni eng yaxshi ko'rgan ovqatlarini bersangiz yeydimi? Shirinliklarni rosa yaxshi ko'radi. Shokoladlar va bu fast foodlarni ham yaxshi ko'rib iste'mol qiladi. Lekin go'shtni alohida bersam yemaydi, tiftil kotletlarni esa yaxshi ko'rib yeydi. Ayb sizda deb hisoblayman, chunki siz ovqatlanish rejimiga rioya qildirmaysiz bolani. Shuning uchun mendan xafa bo'lmaysiz. Men sizga aytadigan bo'lsam, bolaga ovqat vaqtini to'g'ri taqsimlay bilish zarur va orada perikuslar qildirtirmay turish kerak. Masalan, siz ovqat bermoqchisiz, 15 minut oldin qanaqadir yogurtmi yoki bananmi yoki mevalar, sabzavotlar bermay turganingiz ma'qul hisoblayman. Bu bilan men sizga umuman meva, sabzavotlar bermang demoqchi emasman. Asosiy ovqatdan tashqari berishingiz mumkin. Asosiy ovqatni oldiga, masalan, o'zini maxsus taryokachasi bo'ladi har bitta bolaning, yoniga qanaqadir sabzavotlarni, pomidor, bodring, sabzalarni qo'yib berishingiz mumkin bo'ladi. Lekin mevalarni masalan 15-20 minutdan keyin yoki yarim soatdan keyin bersangiz bo'ladi.